Do'stim, bu qanday nima bo'lgan? O'tkir? Bu endi toshni mana ko'ryapsiz, iskirib, o'zidan chang-pang nimadir bo'lganda bu tayyor qolib ketdi. Ko'ryapsiz-a? Bu yerda qandaydir shidring bo'lgan, yomg'ir bo'lgan, o'tsaga chang ulashib, mana shunaqa men taxminimda bu. Mana ko'rsatadigan bo'lsa, mana tagi tuproqda, mana tuproq o't tomirida mana shu. Lekin qarang qanaqa chiroyli, juda ham ajoyib. Nima desa bo'ladi? Multfilm ko'rganmiz endi. Kinolar. Mana shuni daraxtlar qarang, вообще nima deydi? Bijirimda juda ham Allohning ne'mati-da bu, chiroyli ekan. Jazirli. Mana bunda Navruz do'stim, yuqorida buloq bor edi. O'sha yerga yashirin holatda qo'yilgan, turba tiqilgan, ustiga yopilgan. Ustiga bemalol yursa ham bo'laveradi. Butun hozir ketyapti. Kimnidir hovlisiga. Toza ichimlik suvi. Toza ichimlik suvi. Bu hozir bizdan 3 kilometr, 4 kilometr pastga, 5 kilometr pastga chiqadi. Pastlikka? Ha, kamida 5 kilometr. Suv ichimlik suviga ham gap yo'q bo'lsa kerak menimcha. Yangi mazali, juda ham ajoyibdir do'stim. Tabiiy filtrlangan suv. Ana bu oqayotgan suv endi to'g'ri oqib kelyapti bu. Qoni toshga urilib qoqilib, lekin bu shunday qaynayotgan joyidan bu hozir kelyapti. Qaynab ustiga chang tushmaydi, tuproq yomg'ir tushmaydi. Ana shu yerda sirov qilib kelyapti. Bu odat bo'lmaydi. Alloh nasib qilsa bu yildan yilgacha aylanib yotadi. Endi Xudoim taolo shu yerdagi insonlarni suv bilan ta'minlaydi endi baribir. Alloh taolo shunday ya.